Туғандар, biz Өзбекстанға өтіп, Қоқонға киім базарына, жаңы базарына кеттік. Не деген базар? Yangi bozor. Жаңы базар. Yangi bozor. Biz hozir O'zbekistonga shu Qo'qonga o'tib, O'zbekistondan taksiga o'tirdik-da, O'zbekistondan olib borib, olib kelishi qancha bo'ladi ekan? O'zi bitta odam 150 mingdan olamiz aka. Aha. Borib kelishimiz endi 1 million 200 bo'ladi, sizlarga ustga qilib berdik aka. O'shanda 500 ming, 600 ming bilan borib kelsa bo'ladi, skidkasi bilan, shundaymi? Oxirgi sena 600. Uqdingizlar? Ko'ptagan odamlardan biz olib kelamiz deganlarni ishonmay, o'zingizlardan o'tib, kelib, o'zingizlardan qilsangizlar bo'lib qo'rqmay. Qo'rqinchlilar emas, misol hozir borjoq chaqa bunday nima qilib qo'ygan, jengillik qilib. Bravo. Ha, конечно. Jengillik qilib. Bundan bari Qo'qon bozorlarini tartib sizlarga yaxshi narsalar ko'rsatganga harakat qilamiz.